Uydagi ayollarda eng katta muammosi ertalab turib saharlab turib supurayotganda mana shunaqangi xon taxtalar xalaqit beradi. Buning uchun eginib turib bunday qilib supurishadi. Endi bunaqalar davr o'tdi do'stlar. Mana sizlarga yechimi. Shuni maqa surasimi, aqa surasimi do'stlar, baloni bor bo'larkan, tapchalar, ya'ni xon so'riladi, optim ishlab chiqadi. Xon joyida do'stlar, bemalol bitta qo'l bilan xohlaganlarcha surib qo'ysalar ham bo'laveradi. Uyda ayollar endi qiynalmasa, xotirjam ishlashaveradi do'stlar. Narxlari suv tekin narxlarda bor yo'g'i 950 ming so'mdan vodiy bo'ladi. Dastlabki noqob bepul hisoblanadi. 950 ming so'mlik mana shu ko'p turgan variantni hisoblanadi do'stlar. Xohlasalar bunisi bor do'stlar, yo'q yana qimmatroq kerak deydigan bo'lsa, bulari bor do'stlar. Eng qimmat qaysi birida ekanligi uchun mana shu toy ko'rib turganlar ham bo'ladi. Naqshlari ham qo'lda yasalaydigan, eng asosiy yig'ishtirib taklanadigan bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, xon taxtasidan tashqari narxi 15 million so'mga vodiy bo'ladi. Dastlabki mutlaqo bepul. O'zbekiston qo'yin joylari esa narxi atiga 500 ming so'm qo'shiladi xolos do'stlar. Undan tashqari mana shu ko'p turgan kattasi xon taxtasidan tashqari bor yo'g'i suv tekin narxda 7 million 800 ming so'mga tayyor bo'lgan do'stlar. Nima deb o'ylaysan? Narxi arzonmi yo'qmi? Kommentariyada fikrlarini qoldirib, kimga shunaqangi tapchani so'rilardan kerak bo'lgan bo'lsa, pastda nomerlari bor.